Sahrangiz qilasizmi? Shu yerdamisiz yo men qilaymi? Yoqdim, zapis yoqdim. Ha, xo'p. Farzona. Aha, mana yozyaptilar. Nomus bu ayollik nomusini saqlash men uchun. Vot. Bu juda ham to'g'ri. Eng katta, eng buyuk, eng qo'rqqan bu nomus ayniqsa qiz bolani to'ydan toki turmushga bergunigacha uni nomusini ushlab turib, bu nomusdan deylik qiz bolani o'zini qo'rqishidan tortib, bu yerda kim bo'ladi? Ota-ona, aka, opalarda, ya'ni bir qiz bola o'zini nomusidan himoya qilaman, qanchalik o'zini shu nomusdan himoya qilaman deb qanchalik harakat qilib, qanchalik o'zini hamma joydan urushga, haligi o'zini o'shanaqa yo'lga kirib ketmaslik uchun qanchalik harakat qilsa-da, ayniqsa shu joyda mana shu vaziyat uni boshiga beriladi-da. Bu nima uchun? Chunki qanchalik shu nomus bo'yicha, deylik buni o'zicha qilmaydi, deylik buni har xil yo'llari bor. Deylik bu birinchi o'rinda bizni mana shu dunyoga kelganda vot именно nomusini yo'qotib, nomusidan qo'rqib himoya qilinishi xohlagan har bitta qiz, har bitta ota-ona farzandnida mana shu qo'rquvi kimda kuchlik bo'lsa, o'sha narsani tortib oladi deydi-ku. Aslida buni tortishdan ham ko'ra siz bu yerda именно mana shu nomusni ishlashingiz uchun kelasizda. Ya'ni kim mana shu bo'yicha kelgan bo'lsa. Lekin bizni bu bo'yicha ishlashimiz unutilgani uchun biz qo'rquvga kirib ketamiz. Nomus qo'rquviga kirib ketamiz. Ya'ni qizlik, nomus deylik, fohishalik yoki bo'lmasam turmushga chiqolmayapti-da, deylik, turmushga chiqolmayapti bir qiz va u yerda yana qo'rquv bor, yana nomus. Yana deydiki, nega meni turmushga qizim chiqolmayapti? Qizini turmushga chiqarayotgan paytda esa qizidan qo'rqishadi. Bir narsa bo'lib qoldimikan? Bir tomondan ishonib turishadi, bir tomondan qo'rqishadi. Bir narsa bo'lib qoldimikan? Nega turmushga chiqisi kelmayapti? Nega sovchilari qaytaryapti? Da bu ham uri yana qo'rquvlar ichida, to'g'rimi? Yigitga qaraydigan bo'lsak, yigitni esa birinchi kunda to'yda eplab keta oladimi? Bu qo'rquv, bu ham nomus qo'rquvsida, to'g'rimi? Kamiga shuncha qo'rquvingiz bor, plus yangi turmush qurganimizda biz ba'zi joylarda srazu qo'shtirishadi-ku. Nechta odam kutib o'tiradi, qanday chiqadi, nima qiladi-da, bu qo'rquv yana ko'tariladi. Bu как nima desam, как matrica. Shunaqangi именно o'sha narsaga butun diqqat berilgan. Da nomus qo'rquviga. Shunaqa bo'lib qolmasin, yaxshi o'tsin, unaqa bo'lmasin, bunaqa bo'lmasin da. Bu bilan birgalikda bitta qizni o'zi buni himoya qilmaydi-da. Ota-onalari farzandini mana shunday nomus orqali xavotiri bo'ladi.
yoki bo'lmasam bu ketaveradida. U qizini eson-omon berib oldi deylik. Berib oldi, qizi shu oydekkina qiz bo'lib ketdi-da, yana boshqa qo'rquvlar kelaveradi. Bu ham ayni nomusni orqasidan. Keyin boshlanadi. Er-xotin urushsa, janjal orqali bu ajrim qo'rqusi. Bu ham bitta nomusda ish qilib ajrashib qaytib kelmasinda, bizani yuzimiz yorug' qilsinda, yaxshi bo'lib ketsinda deymizda. To'g'rimi? Nomimizni badnom bo'lishdan nomus qilish azob beradi. Da, Farzona, shu qo'rquvdan iloji boricha chalg'ish kerak menimcha. To'g'ri, ham chalg'ish kerak. Hamda bugun yana ham kengroq tushunib olasiz. Nima uchun berilganini bilib olsangiz, undan keyin sizga osonroq bo'ladi. Buni chalg'ib o'tirishingiz shart bo'lmaydi deb bundan. Balki bunga to'g'ri yaratuvchini nazari orqali qarash kerak bo'ladi. Aslida bular hammasi to'g'ri-da. Nega to'g'ri? Chunki bizga mana oldingi anaqamizda qo'rquv bilan sevgi darsimiz bor. U kim eshitmagan bo'lsa, shuni eshitib chiqishingizni aytgan bo'lardim. U yerda tushuntirib berganman. Qo'rquvlar orqali biz mana shu hayotga kelamiz. Da? Bu hayotga qo'rquvlarimizni mana shu nomus eng qo'rquv kattasi dediga, bu qo'rquv sizni har doim xavotirga solib, orqaga ulab ketaveradi-da. Mana qizimni endi chiqarib oldim, cho'q shukur. Undan keyin nima bo'ladi? Qizimni ajrashmaslik qo'rqusi. Ajrashib ketmasin, yaxshi yashashsin. Keyin nima bo'ladi? Nevaralar tug'iladi. Ularni anaqa qiz bolalari bo'lsa, uni xavotirida ketaveradi. Bu hech to'xtamaydi-da. Bu bilan shuni demoqchimanki, siz hali ham o'sha qo'rquvda qizingizni bergan bo'lsangiz yoki o'zingiz turmush qurgan bo'lsangizda, sizni chunki har bir ota-onani bu ongiga singdirilgan. Ya'ni qo'rqish kerak, ehtiyot qilish kerak, ishonish kerak, lekin yana qo'rqish kerak. Chunki qiziga ishonsa ham ko'chadagilarga ishonmaymiz-ku. Yigitlarga ishonmaymiz-da, aldanib qoladi deymiz-da. Bularni hammasi nima bo'lyapti? Chalg'itilgan programmalar. Sizni hayotingizda bo'lyapti bo'lsa, bu hayotingizdagi sizni, o'zingizni yaratuvchi bilan tanlab kelgan va mana shu chizgan chizig'ingizda deylik, hozir biz nomusini yo'qotgan qiz haqida gaplashamiz-da. Deylik, nomusini yo'qotgan qizni holatini ko'rib chiqamiz-da siz bilan. Chunki bu har bir onada, otada va farzandlarda bor, hattoki erkaklarda bor. Erkaklarda ko'proq qo'rquv shu. Singlisidan yoki opasidan juda qattiq nomusga qo'yib qo'ymasin degan qo'rquv bo'ladi. Erkaklarimizda ham ota bilan birgalikda deylik. Ko'proq bizda negadir ayollarga berilgan. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bizga berildi buni? Ana aytamiz-ku, qiz bola nomusini yo'qotsa, erkakka uncha aybi yo'q-da. Faqat qiz bolani ayblashadi. Ko'zingni suzmaganing deydi, sani shu erkak senga shu narsani qilmasdi. Da? O'zingga ehtiyot bo'lganing deydi, o'zingni himoya qilganing deydi, o'zingni tiyganing deydi, nafsingni tiyganing deydi. Mana shunaqa gaplarni gapiramizda. Masalan, bu nomusini yo'qotgan qiz
bu yigit bilan birgalikda bo'lmasa nomus yo'qolmaydi-ku aslida, to'g'rimi? Lekin nimagadir programmada negadir ayollarda qo'rquvni bergan va buni hattoki o'zingizni daftaringizga ham yozib qo'ying. Ayollarga yaratuvchi yaratuvchilikni bergan va u ayni shu seks organizmi orqali o'zini yaratuvchiligini oshiradi. Ya'ni yaratuvchi deganda tug'adi, har bir ayol tug'adi va tug'ishini o'zidayoq u yaratyapti. Unga Alloh o'rtada shohid bo'lsa ham, ya'ni Alloh iznisiz bo'lmaydi deymiz, lekin ayol kishi tug'adi-da, ayol kishi yaratadi. Albatta bunga ham bir erkak, bir ayol sababchi bo'ladi, to'g'rimi? Lekin nimagadir ayol kishida boya Farzona aytganlaridek, ayol kishini qo'rquvi kuchli bo'ladi. Chunki ayol kishi jim o'tirish kerak, erkak emas-da. Bunda shuni ko'rsatilyaptiki, ayollarga siqi bosqida, yaxshilab bosilgan bosqi. Chunki ayollar mana shu yaratuvchiligini ochib yorsa, ular hamma erkaklarni zo'r gullatib yuboradi. Chunki u o'sha seks orgazm deylik, hattoki men o'zim ham seks deb gapirayotganimda, aslida masalan men Turkiyada yashasam, bu yerda bu seks so'zini bemalol qo'llanishadi. Oson qo'llanishadi-da. Men hozir ham qiynalyapman. Nega qiynalyapman? Men o'zi aslida oson gapiraman, lekin hozir sizlarga berayotganimda, demak bu jamiyat bo'lyapti-da. Jamiyatda qo'rquv bor. Mana shunaqa joyda iminni ayollarga nomusni kattaroq qaratilgan, agar diqqat qilgan bo'lsanglar, erkaklarda erkaklarni ko'p ham ayblashmaganda, u erkak odam, san ayolsan, sani yaratuvchiligini yopish uchun, sani aybdorlikka kirgizib qo'yilish uchun ham bu sistema kiritilgan. Ya'ni bu vaziyatni kirgizilgan, bu degani noto'g'ri degani emas. Ammo sistemada to'g'ri ketyapti. Nega to'g'ri ketyapti? Chunki siz yaratuvchi bilan, ayol bo'lasizmi, erkak bo'lasizmi, siz tanlov qilib kelgansiz deylik. Mana shu tanlovingizga ko'ra siz ayolsiz, mana shu darajada qiyinchilikni ichida siz yaratuvchini ko'ra olishingiz uchun va bu xislatni, bu nurni, bu tomchini sizga berganligi uchun ham siz bostirilgansiz. Sizni ayni yaratuvchi kuchingizni bostirilgan. Ayol kishini jinsiy organini qoralash bilan. Tushunarli bo'lyaptimi? Ya'ni mana shu joyda, mana shu nomusini yo'qotgan qizlarni farqlab chiqamizda, qanday yo'l tutish ekanligini, tutishayotganligini va bu bilan da qo'rquvi bilan u juda katta qo'rquvlarni oilasiga, hatto mahallasiga, hatto olamga bu qo'rquvlari orqali o'zlarini energiyasini beradi. Bu har bitta qizda mavjud.
Bu mavjudligini deylik sizni boshingizga kelmadida, nomus ya'ni qizlik nomusni yo'qotish kelmadida sizni boshingizga, lekin siz nimagadir qizingizga har doim takrorlaysiz: bundoq qilma, ochma, yopiq kiyin, qiz bola degan unaqa bo'lmaydi, hadeb dikkillaverma, kulaverma da, lekin nimagadir shunaqa deysiz. O'zingizda mana shu narsa bo'lmasa ham, bu har bitta insonni qon-qonida singdirilganligi uchun ham biz uni avtomatiski qizlarni himoya qilish uchun aytaveramiz, gapiraveramizda. Chunki bu qo'rquv bor bizda, buni biz himoya uchun, unga bilimimiz yetmaganligi uchun faqat uni himoya qilish uchun gapiraveramizda. Masalan deylik, bir qizni nomusi yo'qotganda u qanday holatda bo'ladi? Biz uni tushunmaymiz, anglamaymiz. Biz shunchaki uni ustidan shundoqqina ayblab qo'yamiz xolos. Chunki biz o'zimizga ko'ra misol qilamizda. U nomusini yo'qotgan qiz bilan deylik, u yo'qotdi-da, u qanday qilib yo'qotgani muhim emas. Yo'qotdimi? Birinchidan, u tug'ilishidan oldin mana shu vaziyatni yechish uchun keldi. Shu nomusini yo'qotganda yaratuvchini o'zida topa oladimi? O'zini seva oladimi? O'zida hayotni yana davom ettirib ketib, bir marta mana shu xatoga yo'l qo'ydim, keyingilariga man sevgida qarayman. Ya'ni bitta nomusni yo'qotish deylik anaqasi bilan bu bekordan bekor u qiz deylik o'zida yo'qotmaydi. Buni ota-onasi bilan kelishilgan, ruhiyati bilan kelishilgan bo'ladi-da, unutilgan bo'ladi dedik. Va bu ham otasiga kerak bo'lgan, ham onasiga kerak bo'lgan. Nega? Bizni ajdod avlodimizda bu nomus bir-biriga ulanib, qo'rquvi ulanib ketyapti-ku. Shuning uchun ham bu nomusni nomus deb, qo'rquv deb qarash uchun emas, balki bundan xulosa qilish. Ya'ni bu og'ir bir yuk va san buning uchun qizingni oq qilishing yoki qizingdan voz kechishing. Hech qaysi bir ota-ona aslida voz kechmaydi, lekin jamiyatni anaqasiga ko'ra ular ichdan o'zini ayblayveradi va qizi bahona, mana shu kelishilgan bahona bu o'sha aybdorlikni o'zida kattalashtiradi, qo'rquvni kattalashtiradi. Va undan keyin nima bo'ladi? Qiz bolaga aytiladi: san ota-onani yuzini yerga qaratding-da, mana shunaqa narsa bor-ku, yerga qaratding, unga aytilmaydi, bu sani tajribangda bor ekan. Davay, bu yerda demak yana davom etib yashashga harakat qilib, yana ham o'zingni mana shu vaziyatingdan biror narsaga kelib olishing kerak deb qaralmaydi-da. Tajribangni yaxshi o'tgin, ongingni o'lchamini yaxshi o'tib olginki, keyingi ong o'lchamlaringda yana ham nomusga qo'rquv bilan emas, balki sevgi bilan qarashni o'rgan deyilmaydi-da. Bu faqat qo'rqitiladi va nima uchun? Aybdorlikni ichidan o'zini yaratuvchiligini olib chiqib ketishi uchun bunday eng katta qiyin nomus qo'rquvi beriladi, tajriba yashaladi deylik. Mana shunaqa paytda nima bo'ladi? Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Nima uchun men buni ochdim? Chunki men bilan gaplashilgan mijozlar bilanda ko'p 2 yil, 3 yildan beri ishlasam, ko'p mijozlarda bu deylik bunaqa vaziyatlar yashangan va har bittasini hayotini o'rganib chiqqanimda, har bittasida mana shunaqa vaziyatdan keyin, o'zlarini ayblagandan keyin
o'zini aybdor degan hissi kuchaytirib yuborgandan keyin o'ziga o'sha paytda so'z berib qo'yadi. Man endi ota-onamni yuzini yerga qaratdim. Man noloyiq qizman va bu hayotni baxtiga, hayotni xursandchiligiga, hayotni sevinchiga loyiq emasman. Hattoki u qizlarda man deylik, mani aldab ketdi bir yigit. Lekin man endi o'zimga o'zim qandoq qilib turmushga chiqaman? Turmushga chiqadigan paytda so'z berib qo'yding-ku, man aybdorman, man noloyiqman deb. Sizda shu narsa uyg'onadiki, siz man yaxshi yigitga, kelishgan yigitga yoki bo'lmasam mani hurmat, mani sevadigan yigitga noloyiqman. Ong, miya o'zini jertva his qiladi. O'zini qurbon qiladi. To'g'risi, qurbon qiladi. Nega? Chunki o'ziga bu piramidani oldi, ota-onamni yerga yuzini qaratdim, endi men jazolanishim kerak. O'ziga o'zi tanlov. Chunki biz o'zimizga o'zimiz tanlov beramizda. O'zimizga o'zimiz tanlov berib, men endi o'zimni jazolashim kerak deylik, buni o'sha qizlik paytida. Endi bu ayol bo'ldi, turmushga chiqdi. Turmushga chiqqanida deylik, normalniy insonga turmushga chiqa oladimi? Chunki o'ziga o'zi so'z berib qo'ydi-yu. Unga normalniy erkak kelsa ham uni qabul qilmaydi. Chunki o'zini barbod qilib bo'ldi. Men barbod ayolman, barbod qizman va men yaxshi yigitga loyiq emasman. Qarang, bitta mana shuni orqasidan qancha qasamlar berilyapti-da. Buni o'ylab ko'rilmayapti. Xo'p, men o'zimni nomusimni yo'qotdim. Ammo men ertaga yaxshi insonga loyiq bo'lmasam, bu chuqur o'ylanadigan mavzu. Men ertaga xo'p, bir alkashga turmushga chiqarman, bir narkomanga turmushga chiqarman deylik-da. Bir qiynalgan birisiga turmushga chiqarman. Nima uchun? Shunchaki menga berilgan nomusimni yo'qotgan tajribani qabul qila olmaganim uchun o'zimni jazolayapman deylik. Va bunda istar istamas shuncha qasamlar o'ziga berib qo'yadi. Keyinini o'ylamasdan. Bo'ldi, men noloyiqman. U nafaqat turmush o'rtog'idan, endi u otasini yuziga qara olmaydi. Onasini har ko'rganida deylik, shuncha farzandlari bor, lekin o'zini loyiqsiz his qiladi. Men loyiq emasman, chunki men ota-onamni yuzini yerga qaratdim. Borsa ham u yerda xursand bo'la olmaydi. O'zini xursand qilib keta olmaydi. Chunki u yerda kimdir unga baqirsa yoki bo'lmasam birdaniga bilmasdan turib baqirib borsa ham uni ichida yara bor va u yarani tilib ketaveradi-da. Nima uchun? Chunki u o'zini nomusimni yo'qotdim deb buni xulosa bilan chiroyli qilib olib chiqib ketish o'rniga biz nima qildik? Buni qalbimizga ko'mdik va biz noloyiqlikni tortdik o'zimizga. Men noloyiqman. Endi sizdan tug'ilgan farzand, hatto shunaqa narsalar bo'ladiki, men o'zim shunaqa bir mijozimiz bilan gaplashganimda xuddi shuni aytgan. Turmush o'rtog'im ichadi, juda ko'p ichadi, uradi meni, qiynaydi deganda men har doim ularni bolaligini so'rayman, общий chiqaraman. O'shanda menga ochildi deylik, ochildi. Mana shunaqa bo'lib qolgan edi. Keyin hozircha meni turmush o'rtog'im mana shunaqa ichadi ham uradi.
shu narsa bo'lgandan keyin o'zimni noloyiq ko'rganman. Chunki men qandoq qilib boshqa bir yigitni hayotini buza olaman. Tushunyapsizmi? Qaysi tarafga bitta qo'rquv olib ketyapti. Xo'p, yaxshi insonga turmushga chiqmaydi u, alkash bilan hayotini davom ettiradi. Ulardan bo'lgan farzandchi, ular ham to'g'ri tanlab keladi. O'sha paytdagi tajribasizlik, o'sha paytdagi ongsizlik mana shuncha qiyinchilikni o'ziga tortib olib kelingan. Lekin hozirgi onda juda ko'p qizlar nomusini yo'qotyapti. To'g'ri emasmi? Oldin yashirilgan bo'lsa, hozir juda ham ko'p qizlar o'z nomusini yo'qotyapti. Lekin ular, o'ylaysizki, ularda bunday noloyiqsizlik chiqmaydimi deb o'ylaysiz? Hattoki shunaqa vaziyat bo'ladi. Deylikki, siz turmushga chiqqansiz, lekin hayotingiz bo'lmadi-da, o'zi yaxshigina, chiroylikgina kelinsiz, ajoyibgina kelinsiz, lekin nimagadir turmushingiz birinchisi bilan bo'lmadi. Va siz ajrashdingiz, balki bitta farzandingiz bor. Va sizni uylanmagan yigit yaxshi ko'rib qoldi. Va u bilan birga to'yni qilishni xohlaysiz. Lekin butun ota-onadan tortib butun jamiyat sizga qarshi. Negaki sen turmush qurgan ayolsan, bu yigit. Yana bu yerda nomus so'zi ketyapti. Bu yerda deylik, yigit xohlaydi, lekin uni ota-onasi xohlamaydi. Nega? Biz o'ylaymizki, ba'zan rosa men xohlayman, lekin negadir ularni ota-onasi qarshi bo'lyapti. Gaplashganimizda ham shu narsa bo'ladi. U yigitda mana men turmushga chiqqanman. Xo'p. Bu ham nomus qo'rqusi emasmi? Har bitta ota-ona farzandini deylik, baxtidan ko'rasiga nomusini haqiqatini qidiriladi. Xo'p, turmushga chiqmagan qiz bilan baxtli bo'lmasligiga garantiya bormi? Biz nima qilyapmiz? Nomusni ustida o'zimizni, baxtimizni, quvonchimizni, sevgimizni yo'q qilyapmiz. Bu har bir qizda, har bir ayolda bor. Nega? Chunki masalan o'sha qizga yigit yaxshi ko'rib qoldim desa, senga uylanaman desa, biz o'zimizni nomusimizda men aqlli, dono ayolman. Yo'q, menga mumkin emas, chunki meni o'zim ham uylanmagan yigitga qizimni bermayman. Va qanaqasiga men o'zim bunga qilaman. Mana shular hammasi aralashib ketgan nomus qo'rquvlariga kiradi. Biz baxtdan ko'ra nomus qo'rqusi bilan yurganimiz ma'qulroq dek tuyuladi. Bu o'sha nomusini yo'qotgan qizi haqida davom etib. Ya'ni u o'zini qurbon qildi deb o'ylaydi. Lekin kamiga o'zidan tashqari dunyoga keltiradigan farzandlarni ham qurbon qilmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Faqat bizni tanlovimizda ekanda bu narsalar. Biz tajriba yashadik buni.
Ammo bu tajribani bizga to'g'ri xulosa qilib chiqib ketishimiz uchun, sevgiga aylantirishimiz uchun, yana buni orqasidan biz sevgini his qila olishimiz uchun berilgan narsada biz nima qilyapmiz? O'zimizni polniy qurbonga aylantiryapmiz. O'zimizga o'zimiz aytamiz. Nega mani anaqa baxtsizman? Nega mani erim hurmat qilmaydi? Nega men turmush o'rtog'imga masalan pul so'rashga o'zimda loyiqlik his qilmayman? Deylik. Yoki bo'lmasam nega mani farzandlarim baxtli emas? Birisini ishi yurishadi, birisini ishi yurishmaydi, ketaveradi. Hattoki ishi yurishgan, zo'r bo'lgan ham bir 5 yil qancha turga boradida, shunda to'xtab qoladi. Bor narsasi ham bir onda yo'q bo'ladi. Yoki deylik, kasalliklarga uchralanadi, deylik. Bularni hammasi o'zini qabul qila olmasdan, o'zini nomuslikda ayblab yurganligida. Bu qiz deylik, nomusini yo'qotdi. Xo'p, men nega nomus haqida oldim? Chunki eng katta ayniqsa qizlarni anaqasiga. Hozir misol uchun qizlar aldanib qolyapti yoki aldanib qolmayapti yoki shunaqa narsalar. Bu vaziyatlar juda ko'p bo'lyapti, lekin bir narsani unutamizda. Haqiqatdan to'g'ri, qiz bola nomusini saqlab boradi-da o'sha uyga. O'sha uyda nomusini saqlagani uchun uni yeru ko'kka ko'targan bormi? Nima deb o'ylaysiz? Bormi yeru ko'kka ko'tarib, mani kelinim молодец, davay o'tirsan, menga nomusimni ko'tarib berding, mani kelinim deb yuqoriga qo'yiladimi? Xo'p, nomusini yo'qotmabdi. Xo'p, nomusi bilan birga ketibdi. Negadir u ham hurmatsizlikka tushadi-ku. Nimagadir uni ham har qanday anaqa bilan shuncha agar nomus kuchli ekan demoqchiman-da, qo'rquvlikda. Nega unda nomusini zo'r saqlaganlarni hayotida har xil xiyonat, har xil boshqa narsa yuradi? Chunki nomus qo'rqusiga mahkam ushlab olib turib, bu qo'rquvni o'zida olib yurganlarda u juda katta anaqa bo'ladi-da. Har onda buni yorib o'tishi uchun ham, buni anglashi uchun ham, buni his qilishi uchun ham mana shunaqa vaziyatlar, hurmatsizlik, loyiqsizlik berilaveradi. Siz nomusingizni yo'qotdingiz, yo'qotmadingiz. Ammo nomusini yo'qotganda u vashye boshqada. Bu o'zini o'zi barbod qiladi. Kamiga o'zini o'zi barbod qilib bo'ldi, deylik. O'zini barbod qilib bo'ldi. Endi farzandlarini barbod qiladi, o'zi ota-onani ham barbod qildi. Nega? U o'zini ayblagan paytida men nomussiz qizman, men ota-onani yerga qaratdim deb o'zida aybdorlikni his qilib yurgan paytida bu energiya ota-onaga ham boradimi? Akasiga, opasiga boradimi? U undan har doim xafa bo'lib yurgani, uni ko'rganda boshqacha his qilganida, qachonki o'sha nomusini yo'qotgan qiz, bu menga berilgan tajriba ekan. Buni endi xo'p bo'ldi, bu bo'ldi. Va mana shu joyda ya'ni har xil ko'rinishda bo'ladi. Deylik, nomusini yo'qotgan qiz o'zini jazolaydi, alkashga, narkomanga, kimdir qiynalayotgan yoki 4 ta bolasi borga o'zini loyiq ko'radi. Deylik. Bu bitta ko'rinishi. Uni ongiga ko'ra, uni tanloviga ko'ra. Ikkinchi ko'rinish u o'zida fohishalikni tanlaydi.
o'zini barbod qiladi, fohishalikni tanlaydi. Bu juda yanayam o'zini barbod qilayotgani. Bu-ku o'zini barbod oilada qilyapti. Bu esa endi erkaklar qo'lida o'zini barbod qilyapti. Tushunyapsizmi? Lekin bular hammasi tanlov qilingan. Bular tanlab kelishgan, lekin mumkin bu hayotda tanlov qilganingizni o'zgartirishingiz mumkin. Biz buni anglay olmaymiz. Biz bu hozirgi berilgan taqdirimizni o'zimiz o'zgartirishimiz mumkin degan joyda qotib qolamiz. Nomus bu eng ko'p siz haqingizda gapirilayotgan bo'lsa, sizdan kelib chiqadi. Siz o'zingizni o'sha onda barbod qilib, o'zimni jazolashim kerak, o'zimni sevmasligim kerak, men hammani barbod qildim deganingizda, bu kuchli energiyani hammaga tarqatasiz atrofingizdagiga. Va sizga jertvalik, qurbonlik yo'lida qarashadi deylik. Uchinchisi, mana bu ikkalasi hech bo'lmasam deylik, birisi oilada o'zini barbod qilyapti, ikkinchisi fohishalikni tanlab barbod qilyapti deylik-da. Bu ikkalasi eng zo'rini tanlov qildi deyishimiz mumkin. Mana bu yana bitta uchinchisi bor. Bu uchinchisi o'zini o'ldirishga boradi. Bu eng og'ir jazo. Deylik, bu hattoki o'zini o'zi o'ldirish juda yomon deb aytiladi-ku. Ammo psixologiya, ezoterikada ham bu eng og'ir tanlovni qildi deyiladi. Biz chunki hayotga imtihon topshirib, imtihonlardan yuqoriga ko'tarilish uchun kelganmiz. Bu imtihonda bu qo'rquvlar albatta bo'lishi kerak. Va bu qo'rquvlarni ichidan eng kattasi, bu eng zo'ri-da, zo'ri deganda, uzr, Turkiyada zo'r degani qiyin deganiga keladi-da. Men hozir o'zbekchasiga zo'r desa eng yaxshisiga qilib. Ya'ni eng qiyini bu tanlov, o'lim tanlovi. U o'tolmadi. Mana shu tajribadan o'tolmadi. U balki haqiqatdan ota-onasini haligi qizi aytishadi-yu, mana bunaqa so'zlar bor-da, qarang, bularga juda diqqat qilishimiz kerak. Mana shunaqa vaziyat bo'lib qolganda, bilmasdan turib nomus qo'rquvidan undan ko'rasiga o'lib qo'ya qolsam bo'lmasmidi? Men shu kunlarni ko'rganimdan, bu qizni nomusi uchun ham aytiladi, farzandini yo o'g'ri-da, erkak kishi uchun o'g'ri bo'lgani uchun yoki bo'lmasam narkoman bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam deylik qamoqlarga tushganda bu kunni ko'rganimdan ko'rasiga o'lib ketganim ma'qul emasmi deyiladi. Lekin biz nima qilyapmiz? Har bitta so'zimiz sehr bo'lgandan keyin biz mana shu qo'rquvlari ichida ongli harakat qilish o'rniga biz o'zimizga zarar beradigan so'zlarni qo'llanyapmiz. Biz o'ylaymizki, bular bizga bu prosta aytildi, ketdi-da deb o'ylaymiz. Yo'q. Bu aytilib ketsaydi, siz hozirgi paytda hayotingizda qiynalib o'tirmasdingiz-da. Agar bu so'zlar mana shu joygacha kelib, har doim jahlingiz chiqqanda yoki ichki his-tuyg'ularingizda o'zingiz koyib, o'zingiz hamma narsada aybdor qilib o'tirmaganingizda, hozirgi onda qiynalish bo'lmasdi. Shuning uchun ham deylik, o'zimiz aytib qo'yamiz, mana shu kunlari ko'rganimdan o'lganim yaxshi emasmidi? Yo sizni joningiz olinadi, yoki sizni yanayam chuqurroq uyqudan uyg'otish uchun o'sha farzandingizni olib qo'yiladi. Tushunyapsizmi? Chunki siz shuni tanladingiz. Tanlov qilganda mana bu joydan kuchli his keladi. Bu his ham
qachonki siz o'ylayverasizda, undan keyin bu o'ylangan narsalaringiz birlashadida, sizni bir shunaqangi katta o'sha siz nomus anaqasida qiynalib yuribsizda, o'zingizni har anaqada qiynayapsizda, o'shanaqa joyda sizga katta bir vaziyat beriladida, o'sha vaziyatda siz yig'ib kelganlaringizni voydod, shundoq dod hamma narsadan deganingizda, bu energiya hamma joyga yoyiladi. Nimaga siz xohlamagan narsani menga qachongacha beraverasan degan ma'noda siz inkor qilyapsizda o'zingizda. Yuqoriga borganda u o'ylaydiki, siz mana shuni xohlayapsiz, sizga yoqyapti shu. Jertvalik yoqyapti, qurbonlik yoqyapti, o'zingizni aybdorlashligingiz yoqyapti, o'zingizni barbod qilishingiz yoqyapti. Lekin siz buni yoqyapti deganda, bu energiya yerni barbod qilyapti. insonlarni barbod qilyapti. Bu yerni kengayishiga olib kelmaydi. Kim anaqa kinolarni ko'rgan? Nima deydi? Vampirga aylanib qolishadi-yu, vampir emas. Bir-birini tishlaganda qandaydir vampirlikka aylanib qolishadi-ku. O'shanaqa kinolarni ko'rgan. O'sha kinolardaki xuddiki o'sha joyda ko'rsatib berilganda o'sha narsani inson shunchaki yo o'ldirib o'zini jonini saqlab qoladi yoki o'zini yashab ketishi uchun boshqalardan uzoq turadi-da. Masalan, mana shu hamma tishlanyapti-da, hayvonga aylanyapti-da. Lekin u hayvon-ku, mayli, u aylandi. Lekin jonli hayvonlar, jonli insonlar ujri hayvonga aylanyapti. Nega? Och qolgan sari. Ya'ni bu sistema bo'lmagan paytni xuddiki ko'rsatib berilganda, agar davlat bo'lmasa-da, agar bir bosh bo'lmasa yoki bo'lmasam sizni qo'riydigan militsiya bo'lmasa, doktor bo'lmasa-da, biz aytamizku, bular hammasi pullik. Agar pulsiz bo'lganda, hamma o'ziga o'zi harakat qilganida, ana o'shanda ham tajovuz, ham nomusda bu narsalar. Buni imенно internetda ham ko'rasiz. Kechaginda shu nomus haqida gapiraman deganimda Instagramga ko'p reklamalar berdikda. Yosh yigitlar yozyapti. Har xil anaqa bilan yozishyapti-da, endi o'zini yonetimi bilan, o'zini anaqasi bilan yozilyapti-da. Qarayapmanda, ular buni anglamasdan qilyapti-da. U o'zi aslida o'zini ko'rsangiz unday yigit emas deb o'ylashingiz mumkin-da. Uni o'zini ko'rmaganman, lekin u yozayotganida hamma ruhku, hamma o'zi ruhda. Faqat biz mana bu tanamiz orqali o'zimizni anaqa qilamiz-ku. Internet bu o'zini ko'rmaydi-ku, tanimaysiz-ku. Tanimagan insonga o'zingizni ichingizdagi butun qanday qo'rquvlaringiz borligini, g'ayirliklaringizni chiqarib berasiz-da. Bu qo'rquv ko'tarildi-da. Qancha ishlagan bo'lsam ham bu qo'rquvlar ko'tarilib, erkaklardan juda chiroyli ekansiz, men sizni sevib qoldim yoki bo'lmasam telefoningizni bering, gaplashaylik. Men psixologiya bo'yicha dars bermoqchiman. Lekin ular menga bu haqda yozishyapti. Bu kimga qarashli? Ular menga yozyaptimi? Demak, menda bir qo'rquv bor. Menga ko'rsatib berishyapti. Mana qo'rquvlaringni ishla. Biz sirazu nima qilamiz? O'sha erkaklarni yomonlaymiz.
u erkaklarda sevgi topolmayapti. Hammadan sevgi qidirish uchun jonim, asalim, telefonda gaplashaylik, unaqa qilaylik, bunaqa qilaylik-da. Bu уже insonni ichidagi, haqiqiy ichidagi qo'rquvlari, qilolmagan vaziyatlarida, ochiq oydin qilolmagan narsalari. Endi sizga umuman nomus haqida hech narsa deyilmagan bo'lsa-da, siz shunchaki sevgida mazza qilib o'zingiz bilan o'zingiz faqat o'zingizda o'sha sevgini topib yuraversingizda, o'zingizni ichingizdagi nurni-da yana taratib yuraversingizda, sizni shunaqa o'stirishgan bo'lsa, sizda unaqa vaziyatlar hech keladimi? Nomus qo'rquvi keladimi? Kelmaydi. Вот именно deylik, hozirgi vaziyatdan olib aytadigan bo'lsak, kecha yaqinda onam tez videolar ko'rib, ana doktorlarni, uni buni endi ko'rib o'rganib oluvdilar. Videolarni ko'rib, voy, mana doktor zo'r ekan, mana bu palonchi zo'r ekan, mana bu pismadonchi zo'r ekan, menga otadilar-da. Hammaga otib chiqadilar. Ularga ham bitta video tashlashibdi-da. Hozir 1 minut. Men keldim, himoyalar boshlandi. Kimda shunaqa himoyalar bo'lyapti? Hozir 1 minut. Menda ishlarim chiqib qolyapti. Da, shunaqa bo'ladi. Bo'ladi, chunki bu agar bilsanglar, nomus haqida ko'pchilik ko'p bermaydi-da bu haqda. Bu juda og'ir, juda qiyin programma. Lekin mana shu programmani ishlab olsa inson, mana shu nomus programmasini ishlab olsa, bu vaziyatlar sizni hayotni oqimiga olib chiqib ketadi-da. Hozir men gapirayotgan gaplarim sizga har xil tuyulishi mumkin-da. Kimgadir og'ir tuyulishi mumkin, kimgadir osonmi buni qilish deyish mumkin-da. O'shaning uchun ham biz bu mavzuni toki ochgunimgacha qanchalardan beri bergim keladi-da.
Chunki bu mavzu sizni shunaqangi erkinlikka olib keladiki, bu nomus so'zi shunchaki nima desam, sizni barbod qilib turgan vaziyat bo'ladida. Chunki qo'rquvingiz kuchli-ku. Zargulim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz ustozim? Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Zargulim. Bu nomus orqali juda katta sizni o'zingizdan ayirib turgan energiya ketadi. Juda katta. Bu pulsizman deyishingiz, sog'lig'imni yo'qligi deyishingiz, bu uyimda baraka yo'q deyishingiz, bular hammasi sizni ushlab turgan mana shu nomus programmasida. Siz buni erkinlashtirasiz, qo'yib yuborasiz, undan keyin sizdagi boshqa narsalar erkinlikka ochiladi. Ya'ni yaratuvchi bizni o'z joyimizda turishni xohlaydi. O'z joyingiz bu sizni o'zingizni joyingizda, o'zingizni rivojingizda bo'lishingiz. Ammo sizni aqlingizda, ongingizda nomus qo'rquvi bo'lib tursa, masalan, menda shu qo'rquv haligacha bor ekanda. Qizim biron joyga chiqib ketsa, kecha mana qizim Alaniyadan keldida, samolyotdan uchib keldi, metro qilib mangacha kelishga 1 soat yo'li ketyapti-da, menda уже qo'rquvlar paydo bo'lyapti. Voy, juda telefon qilmadi. Kimdir telefonini anaqa olib qo'yib, yo bir balo qildimi? Yo'q narsalar. Bo'lmasam hammasi metroda quyosh, haligi nima deydi, yorug' joy, hammasi joyida. Bu qayerdan? Demak, bu qayerdadir yashayapti menda. Man o'sha paytda o'zimda emas, o'zingizda bo'lganingizda nima qilasiz? Men ishonchdaman. Mani qizim sog' salomat keladi. Kelganda o'zi telefon qiladi deb siz o'zingizni ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lganingizda siz o'zingizda bo'lasiz. Yaratuvchiga ishonchda bo'lasiz, yaratuvchiga bog'langan holatda bo'lasiz. Bizni har doim ta'qib qiladi-ku. Deylik, shu farzandlaringizni katta qilyapsizda, masalan, meni hayotimda o'sha nomuslik bo'yicha 15-16 yoshligimda aytganman. Buni kim eshitmagan bo'lsa, mahallamizda obedda ko'pchilik bo'lmaydi, bilasiz. 15-16 yoshli qiz. Birisi menga jvachkani mana shunday yopishtirib olgan, oldin bir chiqqan edi, agar bilsanglar, uyatsiz jvachkalari yopishtirib qo'yganda, mana bu ayolni tanimaysizmi deb menga shunday ko'rsatyapti-da. Biz insonlarga yordam berishga juda anaqa qilgan insonlar bo'lsak, mana shuni ko'rmadingizmi, mana shuni tanimaysizmi desa, mana menda bu mahallada bir ayoldir deb yoniga kelishim bilaman, dumbamdan shunday ushlab olganda, mana sizdagi nomus, mana sizdagi qo'rquv. U ushlashni bilaman, lekin 15 yoshli, 16 yoshli qiz o'sha yerda uni men aybdorman-da. Nega unga ruxsat berdim buni? Nega men qo'limda biror narsa bilan olib urmadim? Yoki kuchim yetmadi-da, o'zingiz nima qilasiz? Ayblaysiz. Siz o'ylaysiz, o'sha yerda shu haligacha o'sha holatni his qilar ekanman. Hech kim yo'q, o'zimga o'zim aytyapman-da, ahmoq. Qo'lingda biror narsang yo'qmi? Kuching yetmaydimi? O'zimni o'zim ayblab tashlayapman bir onni ichida. Bu ayblov sizni har doim soyabon bo'lib yuradi. Bu qo'rquv, siz o'ylaysiz, qayerdan kelyapti? Qaysi joyda yashagansiz, qaysidir kimdir amakisini tajovuzidan, kimdir deylik otasini, kimdir deylik umuman qo'shnisini da bo'lishi mumkin. Ammo bu bilan u insonni aybla olamizmi?
Xo'p, aybladik, nima bo'ldi? O'zimizni barbod qildik, uni ham barbod qildik va bu endi ishga kirmaydi. Mana shunaqa vaziyat bo'ldi. Endi bu vaziyatni to'g'irlash uchun albatta o'sha joyida ko'p narsa qilib yuborasiz. Lekin eng to'g'ri yo'li siz o'zingizda o'sha joyda siz nima o'rgandingiz? Nimani oldingiz o'zingizga? O'shani sevgida olib chiqib keta olish kerak. Ayni mana shu holatni. Bu hech oson emas. Shunchaki olib chiqib ketish. Buni deylik, kimdir hayotida yashasa, kimdir umuman yashamaydi. Balki uni bobolari yashagandir. Balki umuman shunaqa energiya bor, qo'shningiz yashasa ham siz u bilan hamdard bo'lib, unga yig'lab, voy unga achinib, siz nima qilasiz? O'shanda uni qo'shningizni qiziga ulanib qolasiz. Siz o'zingizda yo'q bo'lasiz. Unga rahmingiz kelib, u bilan gaplashasiz. Voy shuni shunaqa qilishibdi, voy bechora, voy rosa yig'layapti, yomon bo'pti, ota-onasiga ham qiyin bo'pti deb gapirganingizda siz shunda nima deyotgan bo'lasiz? Yaratuvchiga ketayotgan bo'ladi. Sen qayoqqa qarading? Shu qizni shu inson shunaqa qilganda. Sen qayoqqa qarading? Nega sen unga to'siq bo'la olmading? Seni qo'lingdan hamma narsa keladi-ku. Nega o'shanga to'siqlik qilmading? Ongsiz biz mana shu narsalarni yaratuvchiga aybdorlik ketayotgan bo'ladi-da. O'shanda siz o'zingizda emassiz, lekin siz o'shani aybladingiz-ku. Ya'ni o'shani aybladingiz, yaratuvchini ham ayblab yubordingiz, ularga rahmingiz keldi-da. Bo'ldi, sizdagi bu his-tuyg'u sizda qoldi. Va sizni hayotingizda nomuslik bo'lmagan bo'lsa ham bo'ldi. U energiyasini oldingiz va hayotingizni davom ettiryapsiz. Nimagadir, qayerdadir, hattoki bo'ladimi sizda ham shunaqa? Ko'p erkaklarni ichida bo'lib qolsangiz, hayajonlanasiz. Bo'ladimi shunaqa? Ya'ni qo'rquv uyg'onadi. Aslida to'g'ri, bir joyga kirsangiz ham qo'rquv uyg'onadi. Bu faqat ayollarda emas, ko'p ayollar ichiga bir yigit kirib qolsa ham, erkak kirib qolsa ham, u ham shunaqa bo'ladi. Ayollari yonida voy nima bo'ldi? Aslida bir ayol bilan bir erkak bir energiya, bir-birini ishonch bilan qabul qila olish kerak. Lekin bizda ishonch bilan qabul qila olish, erkak bu nomusli, bu o'zi shundoq ham deb etolmaganimiz uchun biz har doim o'zimizga mana shu nomus qo'rquvsini tortamiz. Yo deylik, ko'chada erkaklar sizga yaxshi gapirmaydi, qo'pol muomalada bo'ladi yoki bo'lmasam urishib ketasizda. Siz aytasiz, nega har doim menda mana shunaqa erkaklar bilan tez-tez urishib turaman? Bular hammasi, mana shu nomus deganingiz ham, buni shunchaki anglab olishingiz kerakda. Bu sizga berilgan imtihon, buni nomus deb kimdir atagan. Va siz bu nomusni sekin asta sevgiga aylantirishingiz mumkin, ishonchga aylantirishingiz mumkin. Bu degani hattoki biz masalan 10 yoshgacha bo'lgan qizlarimizni otangni yonida erkalanma, уже katta qiz bo'lib qolding, endi sen уже turmushga chiqadigan qiz bo'lib qolding, endi sen otangga erkalana olmaysan. Undan nima qilyapmiz? Ota sevgisini olib qo'yapmiz. Biz o'zimizga nima beryapmiz? Otaga bo'lgan ishonchsizlik bermayapmizmi shunaqa paytda?
otaga qiziga bo'lgan nomusni qo'rquv bilan yashamayapmizmi shunaqa paytda? Ya'ni o'z otasini ko'p qayerdadir eshitdik-da bu narsani. Bu uni tajribasi edi-ku. Nega endi u tajribani biz hayotimizga kiritishimiz kerak? Nega endi ularda bo'lgan narsa bizda ham bo'lishi kerak? Bu ishonchsizlik energiyasini siz o'zingizni hayotingizga, o'zingizga qo'shar ekansiz, buni albatta yashaysiz. Ammo lekin siz uni tajribasi edi. Unga shunaqa tajriba berilibdi. Demakki, u oson yengil o'tib olsin deb o'tib ketadigan bo'lsak, bizni xavotirimiz tushadimi? Otasi, o'zini otasidan biz bolaligidan undan ayriymiz. Bu o'sha paytdagi qo'rquv bo'lgan. U kimnidir boshida yashangan, to'g'ri, yashangan, lekin sizni hayotingizda yashanishi shart emas-ku. Qachonki siz qo'rqib, o'sha otani ayblaganingizda, o'sha qiz uchun kurashganingizda, obsujeniya qilganingizda, sizda o'sha qo'rquv paydo bo'ladi. O'zimizcha otasiga ishongandek qilamizda. Lekin bu yerda qayerda ishonch? His qila olyapsizmi shuni? Qayerda ishonch otani qizidan 10 yosh bo'lganda ayirib qo'yib, otangni yonida erkalanma, bo'ldi ustingga kiyib ol. Bu bizni paytimizda juda ko'p bo'lardi. Otamizni yoniga ko'p aniq qilish mumkin emasdi. Otani yonida bundoq o'tirish, tizzasiga o'tirish mumkin emasdi. Bu hammasi nomus qo'rquvsi emasmi? O'z qizini quchoqlab, sevgi bersa, biz hattoki shuni bilamizda, ota qizini ursa, baxtsiz bo'ladini bilamiz, lekin ota qizini sevsa, vashshi baxtli inson bo'lishini anglay olmaymizda, tushuna olmaymiz. Ota mehr bersa, erkalasa, qizi bilan mazza qilib o'ynasa, o'psa-da, biz boshqacha qaraymiz. Uncha o'puradi. Qayerdir, ayniqsa ichib olganda o'puradi-ku, agar bo'lsa shunaqa. Ichib olganda qalbi ochiladi-da, qizini o'puradi. Agar sizni tanlovingiz bo'lmasa, bu narsa sizni hayotingizga kelmaydi. Siz toki tanlov qilib qo'ymaguningizgacha. Ammo tanlov qilgan bo'lsangiz ham, o'sha bilimingiz bo'lgandan keyin bu tanlovni ongli o'zgartirishingiz mumkin. Kimnidir hayotida bu ongli o'zgaradi. O'zgarganlar ham bor, ongli yashaganlar ham bor. Bilib bilmasdan men qizligimni yo'qotdimmi, yo'qotmadimmi? Qo'rquvsida yashaganlar bor. Buni o'zi biladi. Insonlarida yashagan insonlari o'zi biladi. Biz o'ylaymizki, faqat shu tajribada yashandi, shu narsa tajribada yashandi, faqat yashangandagina his qilamiz deb o'ylaymizda, yo'q. Uni yashamasdan turib, ongli yashab o'tganlar ham bor. Men qiz bolamanmi yoki yo'qmi? Turmushga chiqqangacha qo'rqib yashaganlar bor. Ya'ni bu bilan aytmoqchimanki, mana shu nomus qo'rquvsini yozib chiqing o'zingizga. Nimasidan qo'rqasiz? Ajrashmoqchi bo'lgan qo'rquv ota-onada borki, qiz har doim ajrashishi o'ziga o'ylaveradi. Bormi sizda ham? Turmush o'rtog'ingiz bilan urushib qolsangiz yoki aytishib qolsangiz, uni sevasiz, lekin nimagadir ajrashish kelaveradi aqlingizga. Mayli, ajrashib ketsa, ajrashib ketaversin degan qo'rquv kelaveradi.
shunaqa paytda bu qo'rquv sizda kuchli bo'lgan payt bo'ladida. Bu qo'rquvni srazu o'tirib ishlab olishingiz kerak. Nega endi men ajrashishni tanlayapman? Nega men ajrashishni tanlayapman? Nega men masalan o'zingiz xayolan o'tirasiz, bir onda sizga keladida, voy ko'chaga hozir ketsam yoki bir narsa qilsam, voy ish qilib yoki ko'chada ketyapsizda, ko'chada ketayotganingizda yoki qorong'ida ketyapsizda, ish qilib bir ikkita anaqa yomon insonlar chiqib qolib, meni teginmasmikin yoki sumkamni olib qo'ymasmikin degan xayollar keladimi? Hammada bormi? Ya'ni mana shu xayollar bekordan bekor emasda sizga kelyaptimi tashqarida? Demak, sizni ongingizda singdirilgan bu. Uni srazu ishlab olishingiz kerak bo'ladi. Ongli tarafga ishlab olishingiz kerak bo'ladi. Men hamma joyda himoyalanganman. Yaratuvchini himoyasidaman. Har bir atrofimda himoyalangan insonlar, meni qo'riydigan farishta insonlar deb o'zingizga yangi tanlovlar qilishingiz kerak bo'ladi. Oilangizdagi erkak bilan ayolni ajratish emas, ular bilan bir-biridagi sevgini, ishonchni yaratishingiz kerak bo'ladi. Turmush o'rtog'i bilan baxtli bo'lgan inson, dadasi bilan baxtli bo'lgan insonga juda ham yaqin. Yana sizlarga nima haqida gapirmoqchi edim? Ya'ni mana shu aytib o'tgan bu barbodlik anaqalarini aytib o'tdim. Masalan, qizlik nomusda fohishalik, turmushga chiqolmaslik, chiqolmayaptimi, yana ota-onada qo'rquv, chiqib olgandan keyin yana qo'rquv, ajrashib ketmasinda, falon qilmasinda, uni o'rniga hozirdan bilimingizni olib, qanaqa qo'rquvlaringiz bor, o'shalarni o'zingizga yaxshi tomonga o'zingizga singdirishingiz kerak. Siz ishonishingiz kerak. U shunchaki sizni necha yildir singib ketgan qon-qoningizga srazu singdira olmaysizda. Uni siz har doim ishlaversiz-da, sizga kelyapti-da. Qizingiz ajrashgan deylik. Qizingiz ajrashganda, voy shu qizim ham shu ersiz bitta bolasi bilan deb unga jertva munosabatida qarasangiz, u shunda qoladi. Chunki siz uni yaratyapsiz. Jertva orqali qarayapsiz, qurbon orqali qarayapsiz. Xo'p, sizni bilimingiz bor, uni bilimi yo'q ekan, siz hatto o'zingizni bilimingiz orqali bilimingiz bo'lsa buni qila olasiz. Bilimingiz bo'lmasa buni bera olmaysiz. Qizingizni ko'ryapsizmi? Shu narsa kelyaptimi sizga? Srazu o'zgartirishingiz kerak. Yo'q, nimaga meni qizimni har bir joyi to'rt muchasi sog' bo'lmagan taqdirda ham yashayaptimi? U baxtli bo'lishga haqqi bor. Albatta u baxtli bo'ladi. Albatta uni eng sevimli insoni baxtli qiladi. Hatto farzandini. Bizda hatto mana shu ham bor. Turmushga chiqqanim nima uchun ko'pchilik azob uqubatda eri uni urib tursa ham, so'kib tursa ham, ichib tursa ham ketmaydi. Chunki farzandim otasiz qolmasin deb aytadi. Xo'p, ajrashganlarchi nega erga tega olmaydi? Chunki o'g'limni yoki qizimni kim o'gay ota boqadi deydi. Sizni ongingiz qo'rquvlar bilan to'la bo'lgandan keyin qanaqa qilib hayotda eng go'zalini, eng baxtiyorini yashay olasiz? Hamma
hamma o'zingizni hozirgi vaziyatingizni ko'ryapsizmi? Qo'rquvlaringiz bormi? Ayniqsa bu hammasi nomusga kelib taqaladi. To'g'ri emasmi? Qizi bo'lsa, qizi bilan borsam, erkak kishi xohlamaydi. Erkak kishi yoqtirmaydi. Nega buni tanlashimiz kerak? Nega biz tanlamayapmiz? Xo'p, mani farzandim yonimda, mani sevadigan inson mani farzandimni ham seva oladi. Deya olmaymiz. Chunki qo'rquvimiz bor. Farzandimiz bilan birga bir boshqa insonni sevikli ayoli bo'la olmaymiz. Bu sizni hayotingizda assalomu alaykum deydi, kirib keladi. Bu meni o'zimni tajribamda bo'lgan. Mani turmushim, ikkinchi turmushim. Qizim kattagina, o'g'lim ham. Juda ko'p fikrlar bor ekan. Juda ko'p hozir deylik ikkalamiz, uchalamiz chiqishga, hozir unga ham pul to'lash kerak. Ajratyapman. Unga ham pul to'lashimiz kerak. O'zi pulimiz kam-ku. Senga yaratuvchi hamma narsani muhayyo qilib beradi. Sen mana shu gapirgan gapingni ham muhayyo qilyapti. Sen undan ham ko'prog'ini so'ra, yaratuvchidan. Unda ko'p-ku. Biz mana shu joyini unutib qo'yamiz. Nega? Chunki bizda bunga ko'ra bilimimiz kam, bilimimiz yo'q. Oldingilar shuning uchun qiynalib o'zlari harakat qilib, qo'rib, mana shu narsani bizga olib kelib berishdi. Ya'ni mana shu nomusni ushlab shu joygacha olib kelib bera olishdi. Ammo bizda eng osoni ular shu qiyinchilikda olib kelib bergan bo'lsa, endi bizga bilim berildi. Yaratuvchini bizga sizni xohlagan pulingizdan ham, sizni xohlagan hamma narsangizdan ham eng zo'r bilim berildi-da. Bu bilimlar orqali siz o'zingizni har bitta ongingizda o'zgartira olasizda. Oddiy kichkinadan kichkina narsalar, lekin u sizda bor. Masalan, ota bilan ona nomus qilib ajrashib ketmaslik uchun o'zlarini o'ldirib qo'ysa ham, bir balo qilib qo'ysa ham o'sha oilani asrab kelishdi deylik. Chunki u paytda bilim yo'q edi deylik. U asrab keldi o'zini oilasini. Lekin endi farzandlarini beryapti-da. Ular o'zini shunda bosib, voy anaqa bo'lmasin, uyat bo'lmasin. Endi bolalarimiz borda ajrashib ketamizmi? Anolar nima deydi, bular nima deydi? Palon pismadon qo'rquvlar orqali o'zlarini ajrashtirmasdan keldi deylik. Va uni farzandlari bor. Uni farzandlari endi u hayotda yashamayapti. Ular bilimli hayotda yashashyapti-da. Ular o'sha qiyinchilikka chidamasa, bu ota-ona voy sabr qil, voy bu o'tib ketadi va boshqa bo'ladi. Yo'q, endi u boshqa ongda harakat qilish kerak. U boshqa ongda, u qiyinchilik ko'rishi kerak emas-ku. Uni o'rniga o'zini hayotini, o'zini ongi bilan o'zgartirish kerak. Ya'ni bizga har doim vaziyat beriladi. Mana ota-onangizda vaziyat beriladi, berilmaydimi? Beriladi. Uni siz yaratasiz. Undan keyin turmushga chiqasiz, turmush qurdingizmi? Turmushda vaziyat berilyapti. Biz o'ylaymiz, yo'q, turmush o'rtoqda. Yo'q, sizni ota-onangiz nomusni qo'rqib sizni shu joygacha olib kelib qo'ydi-da, lekin o'zlarini vaziyati sevgisiz bo'lsa ham. Ammo bizni yaratuvchi sevgisizlikda xohlamayapti. Oldin bunga imkon berilgan edi. Chunki o'sha paytda hozirgi bilimlar yo'q edi. Hozirgi bilimga siz aytishingiz mumkin-da, pulim yo'q. To'g'ri, bunga ishonaman. Men ham boshida pulim bo'lmagan. Ammo shunaqangi bilimlar hozir yer bilan bitta bo'lib ketdiki, ishonavering. Shunaqa ko'pki bilimlar.
Har bittasi foyda beradi sizga. Hozir sizni pulim yo'q degan joyingizga siz bilimni olib, o'zingizni bilimingizni, hayotingizni, pulingizni o'zgartirish uchun bilimlar sochilib yotibdi. Siz bularni olishga kuchingiz yoki bir narsalaringiz yetmasligi mumkin. Hani himoyada yangi o'zingizda yangi hayotni o'zgartirishga kuchingiz yetmaydi. Nega yetmaydi? Chunki sizda shuncha og'irliklar bor. Bizni ota-onamiz o'sha or nomusni bizga o'sha qiyinchilikda qo'rib, ya'ni himoya qilib bizga olib kelib berishdi. Bizga oson qilib olib kelib berishdi. Endi biz ularni olib yana ham osonlashtirib farzandlarimizga berishimiz kerak. Ya'ni biz bu dunyoga shuning uchun kelganmiz. Bir-birimizga mana shu narsalarni oson, yengil qilib yaratib berish uchun. Oldingi gap o'tmaydi. Qizim endi anaqa ehtiyot bo'lganda, yigitlar bilan gaplashmaginda, anaqa qilmaginda, bunaqa qilmaginda, yo'q. Bu endi gaplar o'tmaydi. Uni o'zi endi tajribasi. U o'ziga o'zi mani shunaqangi, masalan, o'ziga o'zi yaratish kerak. Men baxtli bo'laman. Mani hayotim shunaqa bo'ladi, lekin ichida qo'rquv bo'layotgan bo'lsa, voy, yoki yigit bilan birga anaqa qilib qo'ygan, yurayotgan bo'lsa ham balki o'pishgandir, balki quchoqlagandir-da, mana shu uchun ham o'zini ayblashadi. O'sha paytda emas, o'sha paytda yoqadi, lekin undan keyin bola ketib qolsa ayblaydi. Ana meni tashab ketdi. Faqat sizni eringiz quchoqlash kerak, eringiz o'pish kerak. Mana shunaqa narsa bo'lganda, endi buni buzish uchun ham, bu eski qurollar buzilishi uchun ham yo siz mana shu qattiq vaziyatlarni o'zingizda nomuslarni yorib o'tasiz hayotda yashab, yoki bo'lmasam ongli ravishda nomusni sevgiga aylantirasiz. Nomus bo'lish kerak, lekin u sevgida bo'lish kerak. Ishonchda bo'lish kerak. Qo'rquvda emas. Qo'rquvdagi har bir narsangiz buzilaveradi endi. Buzilayotganda bu vaziyatlar bo'lib kelaveradi. Qaysi qo'rquvni o'zingizda saqlab yurib, undan chiqib ketishni o'ylamayotgan bo'lsangiz, siz hozir o'zingiz jazolayapsiz bo'ladi-da. Men shunga loyiqman. Men shu jazoga loyiqman. Chunki siz chiqishni xohlamayapsiz. Yo'llar ko'p, ammo chiqishni qidirmayapsiz. Qidiryapsiz, lekin kuchingiz yetmayapti, masalan. Shuning uchun o'zingizdagi barcha nomusga atalgan qo'rquvlaringizni, siz nimani bilasiz? Qaysidan qo'rqasiz? Ajrashib ketishidanmi farzandingizni, yoki janjallidanmi, yoki ajrashib kelgan qizingizni o'tirib siz bilan qari kuningizgacha siz bilan qolib ketishidanmi? Shularnimi o'ylayapsiz? O'ylayotgan narsalaringizni, bilimlaringizni to'ldirib, ularni o'zgartirishga kuch topishingiz kerak. Siz bilim olavermasangiz, sizda bu kuch yetmaydi. Chunki u og'ir. Tarozida hamma narsa tarozi. Tarozida shunday narsada sizga qaysi biri og'ir kelsa, o'shanga o'zingizni tortib ketaverasiz. Lekin siz bitta qadam bilan siz bu tarozingizni ham og'irlikka keltirib olishingiz mumkin. Bu endi sizni o'zingizni tanlovlaringizni qandoq qilib olib chiqib ketishingizga. Обязательно mana shuni o'zida sizda qancha narsalar erigan. Hozir уже eriyapti-da, siz uni qabul qilsangiz ham, qabul qila olmasangiz ham sizda eriyapti ba'zi narsalar. Men endi mana yengillashdim.
ungacha berayotganimda nafas olishimga ham zo'rg'a olvatdim. Bu narsalar bizani qo'rqitib o'tkazadi. Lekin o'tkazadi agar siz tanlovni yaxshi tarafga qaratib harakat qilsangiz. Nomusga qo'rquv ko'zi bilan emas, qo'rquv nazari bilan emas, balki nomus so'ziga sevgi nazari bilan. Siz hozir aytdingizda, mana deylik, qizingiz bilan o'g'lingizda kichkinada, endi ular kichkinada siz ish qilyapsiz, ular bir-biri bilan bundoq akasi bundoq quchoqlab qo'yishi mumkin, yuzidan o'pib qo'yishi mumkin. Bundoq qaraysiz, yana shu narsa bo'lyapti. Demak, bu sizga ko'rsatilyapti. Davay. Opa, aka, singil niqasini nazaringni to'g'rila. Sizga xabar beryapti. Yo'q, biz aytamiz, "Hey, davay. Bor, sen ishingni qil, sen ishingni qil." Da? Biz u yerda shunaqa deymiz, yana nima qilamiz? Qo'rquv tushadi. Qiz bola bilan o'g'il bolani shu singil bo'lsa ham bular bolada hech narsani bilishmaydi. Yo'q, u sizni ichingizdagi qo'rquvni ko'rsatib beryapti. Davay, mana shu bilan ishla, bu qo'rquvingni yech. Aka bilan singil bo'la oladi. U ichingda qaysidir joyda o'chirib ketgan yotibdi. Faqat senga ko'rsatib berilyapti, ammo biz bu bilan vaqtimiz yo'q. O'zimizning boshqa problemalarimiz bor. Bu eng katta problemamiz. Nazaringni o'zgartir. Yigit bilan qiz o'rtoq bo'la oladi, masalan. Shunga keltir ongingni. Oldin yigit bilan qizni o'rtoq ham bo'lishga haqqi yo'q edi. Sinfdoshlar bir-biri bilan haqqi yo'q edi yurishga, birga ketishga. Nazarlar o'zgargan sari hamma narsa o'zgardi. Lekin ko'pchilikni ichida bu qo'rquv uni ichidagi, deylik, ichida shu qancha qo'rquv bo'lsa, shuncha hayotdagi hamma ola oladigan narsalaringizni to'sib turibdi degan. Kechagindek bilimda aytdimmi? Bilim bo'yicha bo'lgan darsimizda, ya'ni siz xohlagan to'xtadi, kelmadi shu joyda. Jonginalarim, shu joyda to'xtatib qo'yishdi meni. Demak, bu vaziyat o'z joyida aytilish kerak emas ekan. Bir onda to'xtadi. Endi mana shu masala bo'yicha sizlarda savol bormi? Agar savolingiz bo'lsa, savollaringizni bering. 2 soat bo'lib qopti. Nima angladingiz, nima tushundingiz, qanday savollaringiz bor? Bu nomus qo'rquvi bo'yicha. Siz yozing. Masalan, bu qo'rquvlarni o'zgartirgan saringiz, sizni mana bu qalbingizdagi qo'rquv hissi bor-ku, ana tushkunlik hissi. Bular tez tushkunlikka tushib qolasizmi? Bu degani juda ko'p sizda mana shunday qo'rquvlar. Bu qo'rquvlaringizni energiyasini o'zgartirishingiz uchun harakat qilishingiz kerak deganida. Ya'ni o'zingizdagi qo'rquvlarni asta-asta o'zgartiraverasiz, o'zingiz xohlagan. Siz hozir xohlaydigan ko'p narsa bor. O'shanga o'zingizni ongingizni, o'zingizni ichingizda o'zgartirib borsangiz, hayotingiz xuddi o'shanday reallashishni boshlaydi. Buning uchun albatta biroz vaqt kerak bo'ladi, lekin qancha
o'zingizni chastotangizni ko'targan saringiz shuncha tez ko'p narsalar erib ketadi. Ko'p karmический vaziyatlar erib ketadi. Hech kimda savol yo'qmi? Gruppadan yozsanglar bo'ladi, agar savolinglar bo'lsa. Kimda bor savol? Xo'p, savol yo'q bo'lsa, nimani angladingiz? Nimani angloldingiz? Hozirgi vaziyatda nimalarda nazaringizni o'zgartirdingiz? Shulardan yozinglar. Yozinglar deganimni maqsadi bu men uchun yozinglar-ku, men sizlarni ko'rib olay deganim emas. Siz bu yerda biror narsani yozsangiz, siz o'zingizda nimanidir o'zgartirayotgan bo'lasiz. Chunki yozish bizda yer bilan uluymiz. Hozir men sizga energichni energiya bergan bo'lsam, siz yozib yerga uliysiz, o'zingizni anglashlaringizni, o'zingizni nazaringizni o'zgartirayotgan joylaringizni. Bizda 8, sizda 9, 10, ha? 8, 19, 49, 10 bo'ldi. Mani hech kim eshitmadi shekilli. Давайте yozinglar. Hayot Xo'jayeva Iroda, Abdurahmon Musayev, 77, Hilolaxon Saidxo'jayeva, Farida Boymurodova orada sirada yozib turibdilar. Nasiba Madrahimova MB, buxgalter. Sayyora Mirzayeva qo'shila olmayapti shekilli. Hammanglarda hammasi savollar yo'qmi? Anglashlar yo'qmi? Qizi bor onalarning barida bo'ladi bu qo'rquv. Faqat qizi borlarda emas, hammada bor bu qo'rquv. Har bir ayolda bor. Qizi bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Keyin o'zini ayolligidan hozir mana qancha ayollar o'sha sevgiga ochilib, ayollar ham oldin faqat erkaklari eshitgan bo'lsak, yuradi, boshqasini sevib qopti desak, hozir ayollar ham boshlagan. Bu nima degani? Ayollarni yomon bo'lib ketdi degani emas. Ayollar sevgiga ochilyapti, lekin qanday qilib to'g'ri yo'l tanlab borgunigacha har xil vaziyatni qilib ko'rishadi. Toki to'g'ri yo'lni tanlab borgunigacha. Madrahimovna, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, rahmat, tushunarli. Bu qadarmi? Tushunishingiz bu qadarmi? Madrahimovna, hayot ongsizlik, bilimsizlik, qo'rquv barbod qilishga olib borar ekan. Da. Xo'p, sizlarga ham rahmat. Mani eshita olganinglar uchun, meni his qila olganinglar uchun, bu albatta sizda hozir jarayonlar yaxshigina ketadi. Chunki biz asosiy vijdon, nomus haqida gaplashdik. Menda kelmayapti yozishga. Nega? Assalomu alaykum, men hozir kirdim. Va alaykum assalom Dilshodaxon. Sizning ishingiz ko'p, biliyorum. Yozishda qanday yozishni tushuntirsangiz iltimos. Yozishda shunchaki hozir mana shu joyda nomus haqida nimani angladingiz? Sizda qanday nazar o'zgardi? Deylik. Sizdagi nazar qanaqa o'zgardi nomus bo'yicha? Men hozirgi gapirgan gapimdagi zapis bo'ladimi?
Da jonim, zapis bo'ladi. Bu bo'ladi, buni zapisini qo'ymasak bo'lmaydi. Yozishda qanday yozishni tushuntirsangiz eshitib olaman. Tushuntira oldimmi hozir? Madrahimovna, jonginam. Shunchaki hozir nimani angladingiz? Chunki hammani o'zini boshqacha anglashi bor. U anglashingizni yozgan zahotingiz o'zingizda ko'p narsalarni tushunganingizni anglab olasiz. Lekin siz hozir bu yerdan ketdingizmi? Turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz yoki har bir anaqani ichiga kirib ketganingizda yana unutasiz-da. Ammo yozganingiz siz bilan birga qoladi. Hayot, ko'pchilikning dardini olib chiqdingiz. Aha. Da, bu qo'rquvni bugun yashab o'tdim. Aha. Da. Buni endi qo'rquv bilan qarashimiz kerak ekanmi? Bu mavzuga, bu nomus hayotiga. Yoki buni tajriba ekanligini va buni qanday qilib o'zgartirishimiz kerakligi haqida ko'rib chiqishimiz kerak ekanmi-da? Xo'p, har biringizga rahmat, men bilan birga bo'lganingiz uchun. Men mazza qildim. Nasiba, meni darsdan tashqari savolim mapani 55 yoshdaman. Menda tok ko'payib ketyapti. Shu nimadan, psixologiyaga bog'liq bormi? Tok ko'payib ketyapti. Demak, Nasiba, siz psixologiyada qanchadan berisiz? Nasiba, har birimizga bu hayotda bir vazifa berilganda, bu tok ko'payib ketish, siz mana shu o'zingizni qo'lingizdami, oyog'ingizdami, uni o'zingiz bilasizda qayerda. O'zingizni qayeringizda davolashingiz kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha joylarni o'zingizda, masalan, matkangizda davolash. Shunchaki mana shu qo'limdagi shifobaxsh to'kim bilan matkamdagi butun anaqalarimni davolayman deb o'sha qo'lingizdagi tokni davolashga bersangiz bo'ladi. Chunki u boshidan bo'sh berilmaydi-da. Sizni davolashingiz uchun beriladi. Mana buvim rahmatlini qo'lida to'ki bo'lardi, oyoqlari yonib ketardi-da. Mana ushlagan qo'limni, mana ushlagan issiq bo'lib ketyapti, yonib ketyapti deb kesani davolab qo'yaman deb hamma nevaralari borsa shu oyog'imizga yoki boshimizga qo'yib turardilar-da. Srazu bosh og'rig'imiz bormi yoki qorin og'rig'imiz bormi, birpasda qolardi. Siz ham bu tokni davolovchi deb niyat qilib o'zingizni, farzandlaringizni masalan tomog'ini ushlab turib davolashingiz mumkin-da. Yana qayerda kimni anaqasi bo'lsa, kasalligi kimdadir ko'pincha bilasizmi, grijalar bo'ladi belda. Belini silab qo'yishingiz mumkin. U qo'lingiz bilan yengil massaj qilib turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz yoki bo'lmasam nevaralaringiz farqi yo'q. Kimni qila olsangiz. O'shanda kuzating. Qanchalik ulardan so'rang. Qanaqa bo'lyapti-da? Ishonch bilan keting. Chunki bu sizga yaratuvchidan bergan buyuk bir inom. O'zbekcha ba'zi so'zlarni ham unutib qo'yganman, chunki 13 yildan beri Turkiyada turmush o'rtoq ham turk. Nimani ushlasam iskra chiqadi. Siz qo'rqib ketsangiz, buni
zararga ishlatishingiz mumkinda. Uni qo'rqmang. Bilimingizni olishda davom etavering. Qo'lingizdagi nurni shifolashim uchun nima qila olaman? Bu tokni nimalarga ishlata olaman? Ya'ni energiyani qaysi yaxshi joylarga ishlata olaman deb o'zingizdan so'rang. Ichingizdagi ovoz, ilohiy ruhiy sizga ko'rsatadi. Atak ungacha siz o'zingizni o'sha atrofingizdagilarni davolab turing, ya'ni uyingizdagilarni. Rahmat sizga, sog'lik. Sog' bo'ling. Давайте. Hammaga rahmat. Hammanglar bu darsni yana 1, 2, 3 qancha kerak bo'lsa shuncha eshitinglar. Har eshitganingizda bir narsa anglaysiz. Anglashlaringizni bu yerda yozishingiz mumkin va eshitayotganingizda qaysidir qo'rquvlaringiz ko'tarilishi mumkin. O'sha qo'rquvlaringizni o'zingizni xohlagan tarafga o'zgartirib olishingiz mumkin. Har biringlarni sevaman. O'zinglarni sevinglar. Sevolmasanglar ham sevinglar. Albatta, nimani o'zingizga tortsangiz, o'sha narsani o'zingizda barpo qilasiz. Chunki siz yaratuvchi inomlarisiz, mo'jizalarisiz. Ko'rishguncha hammanglarni yana bir bor, yana ko'rish, ilohiylikda ko'rishish nasib qiladi, qilsin. Rahmat.